mana shu qo'l og'ruvida yaqinda bir balansaga tushib chiqdim. Oradan keyin balansaga kirdim, yana chiqdim, yana tushdim, yana chiqdim balansalardan. Keyin вообще qo'llarini olyapti-da endi. Вообще oldi shekilli, mana shundan katta kundan kamroq. Qo'l, mana bu. Harakat bemalol qilolmaysiz qo'llar. Yo'q-da. Ish qiyin faqat. Bo'radan. Yo'q, ber. Qo'ysin, qo'yib. Turib ko'raylik deb qo'lingizni ro'yoliysan, mana holatni ko'raylik. Davom ettiramiz. Qo'llaringizni qanday qilganda og'riq bo'ladi, mana qilganda kuch bo'lmaydimi, oldingi Qanday og'riq bo'ldi? Mana kamaydi. Bunda kamroq yo'qda. chapida ko'proq. Ha, chap tomonda. Qo'llarda ko'taring chiqadi, chapi. Bemalol ko'taradi. Endi orom bu yo'q edi. Mana shu sochim. Mana hozir gapda qandaydir gap to'g'risi qanday yengil tortgandek bo'lyapman-da. Yengil tortganda bo'lyapsiz. Men o'zim og'ir bir rajinada yurdim. Masjidga boraman-da, masjidga shu narsani qo'l ishlamayapti-da. Shu turishda endi bari boy odam tikka tura olmayapti. Oyoq bo'lmaydi-ku, mana hozir ko'rdingmi? Qo'lga tayanasiz. Keyin qo'lga tayanaman, qo'lga tayanib ag'anib turaman. 5 vaqt namozni o'qish bo'lmaydi. Uyda o'qiyordim, o'tirib o'qiydigan bo'lib qoldim. Men turib yurib ko'ring, qo'llaringizni, oyoqlaringizni harakatini qiling, o'zingiz ancha yengil bo'lgan. Men nima yasaganman-da uyimda. Biza ikkita varitsiya qo'yib, unda tortgich. Güzel. Bir paqir suvni osib qo'yadi, katta paqir 12 kiloni osadi. Shundan rosa qiziydi-da. Ochadi shu yerni. Ochadi. Qizigani yaxshi shu. Qonlar aylanishi uchun. Mana bunday o'tirgan vaqtim turish qiyin. O'tgan og'riq borku mana. Oyoqlar yana og'riq kelaveradi. Deyman-da. Hozir mana endi men mana shunday o'tiribman. Do'kon tikdim mana. Yo'q unaqa, olim bunaqa yo'q-da mana. Mana shu turishni o'zida qani o'ylayman. Bir turib olsam dedim. Ey xudo, bir turib olay jayimdan deydi. O'tirishdan oldin turishni o'ylab o'tirasiz shunday. Ana shunday, ana shunday qiladi. Nechun divan qo'yib qo'yibdi. Divonga yotmasam bo'lmaydi. Chunki pastdan yuqoriga turish azob-ku. Pastga o'tiring. Ko'rpachaga o'tiring. Ko'rpachaga. Mana ko'rpachaga o'tirdik. Qanday o'tirasiz? Ana endi mana bunday o'tirdim. Oyoqlarim ham mana bu yoqqa kelmay qolgan keyin. Olib kelaydi masalan. 26 yil degan olku operatsiya. Ha bunisi mana shunday keladi bu yoqqa. Mana shuncha keladi. Bunisi toza keladi, mana bu kelmaydi. Mana shuni turaman endi, mana shu turish kerak. Hamma namozni tamom qildi. Turgan vaqtda endi bir xil boylar ham meni olib turadi-da. Ham men bir qaramday qo'llar og'riq, qo'llarda og'riq bor-ku, qancha turaman. Endi hozir qani bir turay. Masalan, mana shu turayapman endi. Yengillik bor-da katta mana. Bor yengillik. Nima aytdingiz?